Bu voqea bo'lmasdan oldin ham gapirganman, bundan keyin ham gapiraman. O'zim bilan o'zim qolganda ham bitta gapni gapiramanki, shu insonlarni xullas qotil bo'lsa, qotili topilsin, faqat podadan oldin chang chiqarib Robin Hoodni yoqib olmaylik. Internetdagilar sizlar hech nima qilayotganlaring yo'q, to'paling qilishdan boshqa. Qo'llaringdan hech nima kelmaydi to'paling qilishdan boshqa-da. Koreyani politsiyasi, O'zbekiston elchixonasi hamkorlikda o'sha ishlar ketyapti. Davno boshlangan, o'sha kuni boshlangan. Bu internetdagilar prosta chiqib lakillaydi xolos. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun qo'llaringdan kelganini qilinglar. Baribir o'sha manzilga borasizlar. Qo'llaringdan nima kelsa qilaveringlar. Baribir sizlar adolat deb aytmasalaring ham adolat bo'ladi. Adolat deb aytsalaring ham adolat bo'ladi. O'zi ishlar ketyapti. Shuning uchun meni gaplarimni o'zi ozgina bo'lsa ham sal aqli farosati joyida, o'zi Koreyaga kelgan yoki Koreyada yashab yurgan insonlar o'sha tushunib turibdi. Shuning uchun har xil uydi, buydi deb mana montaj videolarimni qirqib olib, like, kommentariyaga o'tirganlar, Alloh sizlarga kifoya qilsin. Men sizlar mayli kulaveringlar hozir. Meni una deylar, meni buna deylar. Men ko'chada yuribman mana, hozir ham ko'chadaman. Bir o'zimman mana. Mayli bilganliklaringni gapiringlar, xohlagan fantaziyalaringni haqiqatni ko'tarib chiqinglar. Lekin oxirida Alloh taolo baribir meni xursand qiladi. Unga 150% ishonaman. Rahmat, mana bittasi yozyapti. Bu akkauntlarda ichiga kirsiz, bir odam ham emasda, haligi bir rasm-pasmi ham yo'q, kimligi ham aniq emas. Meni telefonim aniq aka. Xattaligim aniq. Gapingiz bo'lsa, so'rab oling, ko'rishaylik aka. Mayli, agar gapingiz yo'q bo'lsa, kommentariyada polvonlik qilmang. Nima deyapti? Mana opamiz ham o'zida emas deyapti. Endi sekin bo'lmasam deb qilamiz. Elchixona kelguncha kutamiz. Erta kelar. Hozir ketaveramiz o'zi. Ha? Men ketaveraman, taksi chaqirib yetib olasizmi? Aniqmi? Telefoningizda aldaqa bormi? Chaqirading. Bo'pti, men ketdim. Telefonlashib turamiz, ha? Ha, ertaga nima qilib aeroportdan jo'natib yuboramiz, ha? Yaxshi yetib oling. Ha, bo'pti, xo'p, xo'p. Mana shu qizni ham, mana shu hozirgi uni orqamda qoldi-ku, mana shu qizni ham bolasiga o'shali 6 yil oldin yordam bergan ekanmiz. Mana hozir primoy efirga kelsam peshonamdan chiqib turibdi. Avaz aka, meni ham gapiring, sizga bo'lgan ishlarni ko'ryapman. Koreyadagilar meni yaxshi biladi. Yozayotgan bo'lsa 20 tasi yozayotgandir, 50 tasi yozayotgandir. Men farosati bor odam bo'lsa-chi, meni Instagramimdagi postimni ko'rsa o'sha tushunib oladi. Meni qo'ygan postim ba'zi birlarda obunachisidan ko'pda, tushunyapsizlarmi? Bu degani biz ishlaganmiz 10 yil davomida postlar qo'yilgan. U postlarda juda ko'p foizi insonlarga manfaat keltirgan. Juda ko'p foizi. 99% desa ham bo'ladi. 잔액이 부족합니다. 잔액이 0원입니다. Faqat yaxshi kommentlarni o'qimasdan deydi. Yozavering aka, yomon kommentni ham yozavering. O'z javob berasiz. Menga qizig'i yo'q. Men sizlarni ustularingdan yozmayman ham, chizmayman ham. Hech nima qilmayman. Hammani bitta qilib turib, o'sha nohaq nima qilayotganlar. Alloh kifoya qilsin debman, tamom. Serial qilib chiqqansiz deydi. Serial qilib chiqqan bo'lsam, juda insonlarga foydasi tegdi. Onasidan so'rab qilganman aka. Sizdan so'rab qilmaganman. Onasidan so'rab shaxsiy ma'lumotlar rasmlarini tarqatmasdan ibrat uchun video qilingan. Sizni agar aqlingiz yetmasa, meni aybim emas aka bu narsa. Agar meni qilayotgan ishimni tushunmasangiz, bu degani men aybdorman degani emas. 사장님 감사합니다. 네네. 수고하세요. 네.
Mana endi ertaga elchixona keladi. Lekin elchixona qiladi-yu, sen nima qilyapsan? Elchixona qayerga qarayapti deganlar. Elchixonada o'zi 6 ta yo 10 ta xodim bor-da. 6 ta yo 10 ta xodim bor. Mana hali nimalar uchun bitta eshittirib qo'yay. Hali og'ziga kuchi yetmaydiganlar uchun birinchi bo'lib Nozimani o'ldirishgan bo'lishi mumkin degan narsani men elchixonaga xabarini berganman. Elchixonaga. Luboy agar duxlaring bo'lsa, elchixonaga borib so'rab olinglar. Shu Avazbek shu Nozimani holatini birinchi sizlarga kim xabarini yetkazdi? Qanaqa holatda yetkazdi sizlarga? Aybni yashirdimi? Yo nima deb yetkazdi? Degan elchixonaga pul berib yurasan-ku deydi. O gapni qarang. Kimligi aniq ham emas, u odamni qaranglar. O qarang, odam bu hali fitnachilar-da, просто fitnachilar xolos. Kimman elchixonani oldida? Elchixona qayerda-yu, men kim? Ana saviyani ko'ryapsizmi? Mana shuni bunday nima qilib qo'yaymi? Ko'rasizlarmi? Qaranglar, hozir ping qilib qo'yaman shu kommentariyani. Mana hali yolg'on gapiryapsan deganlar ham bor-da. O'qimasa yo'q yolg'on bo'ladi. Ayblov, Xudodan ham qo'rqmaydi. Nimalaring bormi sizlarda? Bir sal bo'lsa ham o'ylaysizlarmi? Elchixona ham poraxo'r deb yozyapman, qarang. Elchixona ham nimadan anu Sherzoddan anaqa olgan ekan. Pul olgan ekan deyapti mana. Allohdan qo'rqmasang, bilganingni gapiraver. Men senga gap so'zim yo'q. Prosta bechoralar deb qo'yaman xolos. Ana elchixonaga nima deganman? Qaranglar, eshitinglar. Hozir politsiya boshqa qizni o'lganligini tekshiryapti-da. Endi gumondor mana bu bola deb o'ylayapman. Politsiya işte be'e'tiborli qilyapti meni fikrimcha. O'shanga politsiyaga telefon qilib biz elchixonadanmiz, biz fuqaroymiz. O'lim sababini to'shni topib ber. Agar kim o'sha bola o'ldirgan bo'lsa, o'sha bolani aniqlab ber. Yoki o'zini o'zi osgan bo'lsa, o'zini aniq qilib ber bizga deb aytib bersangiz zo'r bo'lardi elchixona tomonidan. Shunaqa bir so'rov bo'lsa yaxshi bo'lardi. Men hamma yoqda gaplashdim, boladan shubhalanyapman-da, bola umuman gaplari to'g'ri kelmayapti-da bir-biriga. Hamma aybni o'lgan odamga to'nkab qo'ygan. Aka, mana shu odamga mana o'sha marhumning ayoli, mana nomerda egasi. Mana shu karisiga davernis berish kerak bo'lyapti. Men hozir kasalxonaga ana marhumning pulini to'layman desam, hali yo'q boradi dedim-ku, xonanda yozibdi dedim. Mani pulim olmayapti. O'sha davernis bilan elchixonadan davernis olib bironta odam kelsa, o'shani nima olamiz deyapti. O'shanga sirishni mana shu xotinga aloqaga chiqib, shu karis. Ko'rdilaringmi, eshitdilaringmi? Men hech kimga eshitmani isbotlamoqchi emasman. Prosta men tep qo'ydim xolos. Vaziyatni o'z holatiga tashlab qo'ydim. Prosta kim kimligini ko'rib olyapmiz. Xolos bilamiz kim kimligini. Prosta bilib olyapmiz. Kim nima uchun, kim nima uchun. Foydasi yo'q ularga. Ularga foydasi yo'q. 100 ta dalil keltirib bersangiz ham o'zinikini ma'qullab turaver. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ovoz akamdir, aka? Ha. Gapiravering, eshityapman. Eshityapman aka, gapiravering. Hozir aka yaxshimisiz? Sochilyapsizmi aka?
Rahmat, Allohga shukr aka, ishlayapman. Nohaqliklar bo'lyapti turuvdi hozir. 3 anchadan beri sizni kuzataman. Ana kechagina bilan efir qildi-yu, Amerikadagi bola. Hop. Shunga sal qattiqroq tegib biron nima deb qo'yaptimi aka, bo'cha sun'iy so'zlar bir topdim, dalili topdim, pistol deb hayp yig'yapti u Telegramdan. Nima qilsa qilyapti-yu bu aka, bu uyatmasmi? Erkakchilikka to'g'ri kelmaydi-yu aka. Gap aytaymi?